Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bugun biz ona tili ikkinchi qismdan boshlaymiz. Qani ketdi. Mana kitobni ko'rishimizcha mavzumiz tutuq belgisi ekan. Bugun biz sizlar bilan mashqlarni bajaramiz. Qani ketdi. Tutuq belgisi asosan qanday yozuvlarda yoki matnlarda qo'yiladi? Buni bilib olamiz. Demak, birinchi mashqda bizga qiyoslab o'qing deyapti. Ya'ni alo, ba'zan, e'lon, me'mor, ta'zim, ma'no. Demak, buni qiyoslab o'qigan bo'lsangiz, unda juda ham yaxshi. Ana endi tutuq belgisi haqidagi savollarga javob beramiz. Demak, birinchi savol: tutuq belgisidan oldingi unli tovushni qanday talaffuz qildingiz? Ikkinchi savol: to'g'ri va xato yozilgan so'zlarning talaffuzidagi farqni sezdingizmi? Buni daftaringizga yozing. Chunki mana bu yerdagi xato yozilgan so'zlar va nima desa bo'ladi? Bu yerdagi xato yozilgan va bu yerdagi to'g'ri yozilgan so'zlarni farqini yozing deyapti. Demak, bu birinchi mashqni daftaringizga yozib olasiz. Va qoidani esa yodlab oling. Birin-ketin tushuntirib ketaman. Tutuq belgisining ikkita vazifasi bor. Agar tutuq belgisi unli tovushdan keyin kelsa, shu unli tovush cho'zib aytiladi. Misol uchun, ma'no, e'lon. Agar tutuq belgisi undosh tovushdan keyin kelsa, talaffuz vaqtida shu undosh tovushdan keyin biroz to'xtash kerak bo'ladi. Masalan, jur'at, so'rat. Mana bu so'zlar. Va ikkinchi mashqqa qaraymiz. Qiyoslab o'qing va talaffuziga e'tibor bering. Demak, jur'at, san'at, qat'iy, jur'at, san'at, qat'iy. Shu so'zlar ishtirokida bittadan gap tuzing. Masalan, bitta gap tuzib beraman. Qat'iy: bugungi kunda maktablarda telefon olib kelish qat'iy man etildi. Va uchinchi mashqqa qaraymiz. Uchinchi mashqda oila a'zolariga ta'rif bering. Ular haqida qisqa va lo'nda gaplar tuzing debdi. Gaplar tuzamiz va oila a'zolaringiz haqida yozasiz va qisqa gap tuzasiz. Bu yoqdagi savollarni tushuntirib ketaman. Demak, o'zingizga savol bering. Oila deganda nimani tushunasiz? Baxtli oila degandachi? Demak, bularni shunchaki o'zingizni test qilib, o'zingizga savol berib ko'ring. 4-chi mashq: o'qing. Mashqni o'qiysiz. O'qib bo'lgandan keyin yozing deyilgan joyda tutuq belgili so'zlarni tagiga chizasiz. Qarang, mana bu yerda sariyog', yong'oq va hokazo shularni yozasiz. Oldin uyga vazifani tushuntirib beraman. Oilangizda ichki qoidalar haqida 5 ta gap tuzing. Buni o'rgatib ketaman. Misol uchun, bitta gap: kattalar gapirayotganda kichiklar qo'shilmaslik kerak. Va 4tasini o'zingiz oila a'zolaringiz yordamida bajarasiz. Va shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr.